Barchaga bugun sizlar bilan derasachi bola Fransiya bilan Angliyani o'yinini bir o'ynab ko'ramiz. Qani bo'lmasam go. O'yin boshlandi do'stlar. Tony o'yinni boshlab beradi. Pas Raisga pas beradi. Tony yo'q. Liseydan olib pas beramiz. Qanotga pas. Sariq berildi. 27 metrdan zarba va himoyachilarga tegib qoldi. Hujum bo'ladi va qani beramiz va gol do'stlar. Wehi Zayshtachi Sabiq va Olise hujumga o'tmoqda. Uni to'xtatadi. Saka. Will we see a goal? Just a single substitution here. Bellingham almashmoqda do'stlar. Zaxirada top pas beriladi. Wehi boya gol urgan Zashtimiz. SB o'tkazdi. Bellingham pas Sakaga va Saka esa hujumga o'tib ketadi yoki da pas beradi. Hop, pas berish kerak aslida. Good interception. Oldu. Pas beramiz. Bellingham yo'q, Rice. Konsa. To'g'ri. Pas. Saka. Yo'q do'stlar. Sakadan xatolik. Va o'yin boshlandi yana. Saka. Offside do'stlar, offside. Saka offside ketdi. Do'stlar, hamma yuzga obuna bo'lib qo'yinglar. Menga ham obuna bo'lib qo'yinglar albatta. Obuna bo'lmay kuzatayotganlar obuna bo'lib, shu videoga like bosib qo'yinglar. Men yangiman YouTube'da albatta obuna bo'lib, Xudo olsa 10 kelarga nasib qilsin, 10 ke bo'lishga nasib qilsin. Podpiska bosganlar hammasiga bosaman do'stlar. Harma 100kga, Nestro 1kga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Sakadan hujum bo'ldi. Rashford. Eze. Yo do'stlar. Qanday chiroyli. Shunday chiroyli gol bo'ladi, do'stlar, shunday chiroyli gol bo'ladi. Birinchi taym o'z nihoyasiga yetmoqda. Penalti do'stlar. Mbappe. Mbappe. Rice va birinchi taym o'z nihoyasiga yetdi.